Nikitinadek high-tech uyimiz ham tez orada tayyor bo'ladi. 2-3 oylarda xudo xolisa 4 etajli. Xo'p, buni eng katta pluslaridan biri bu yerda ham xonalari bor. Masalan, o'g'il uylantiraman deganlar uchun alohida o'zining ichida sanuzellargacha bor. Darvozaxonada bemalol 4 ta mashina sig'adi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, zilonli zona, bu yerda fontanlari ham bo'ladi. Mana fontanlar juda qilinyapti. Ko'ryapsizlar, vodopadlar chiroyli bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, yozgi oshxona uyimizda 4 etaj, tepalarida terrasalar bo'ladi. Bu yerdan kattagina zilonli zona, bunaqasiga ham kirib ketsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga qisqacha uyimizni planirovkasini ko'rsatib beraman. Xo'p, kirishimiz bilan mana shunaqa keng hol bo'lyapti. Planirovkasi juda ham chiroyli bo'lgan, zal, yotoqxona, oshxona bo'lyapti. To'g'rida uje spa zonaga o'tib ketiladi. Mirzo Ulug'bek rayonida mana shunaqa high-tech uy qarayotgan do'stlar bo'lsa, bu videoga bitta like bosib, tez o'ziga jo'natib qo'yinglar.